Assalamu alaykum ve rahmetullah ve berekatuhu qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylarida qarindoshlarım, hammalarninki mushu vaqti ve bunun keyingi vaqti xayrlik bo'lsin. Men İstanbul'daki Türkiye'deki dostumlar Abdul Aziz Beşto'raq, hazır İstanbul'dan Sulaymaniye'den sizlarga Allah'ınki cennet salamını bir vatı men qadirlik qarindoshlar. Bugün biz qilmoqchi bo'lgan dersimiz Erkin Sıdık Ustaz'ınki Abdüşkür Muhammed İmin merhum felsefe şunas ustaz, tədqiqatçısı ustazımız. Şunun bilen birge Yaponiye'de ötken vakitleri şu ustazdan hizmetede bop diken, şu toğruluk hatırları bakken şunu birge tinşap ütümüz, qadirli qarindoshlar. Anda olsa dikkatinle tedbiriyay sin dersleri 39. dersimiz Abdüşkür Muhammed İmin muallim bilen Yaponiye'de birli boğan vakitlerde bolsun cenim dostlarım. Ötken hepte ders kılanmay kaldık, binada tok yoktu, ama başka bir faaliyet kıldık. Elhamdülillah, balla bilen birgi bulab, kimi seylisi de Uygur sanatçı ballarımız Uygur dans grubu dep koydu. Şular bilen birge yardım eli, yani yardım kolu halkara cemiyetininki bir faaliyeti bulduk. Facebook'ta onu paylaştık qadirli qarindoshlar. Ehmiyetli bir şembe gününü ötküzgen bulduk. Bugün teximi ehmiyetli bolgan şembeni ötküzümüz. Bu makaleni Erkin Sıdık akimiz 2014 yılı 11. ayının 21. günü vatanımızın torbetlerinde neşir kılgan iken, anda olsa dersimizni birge başlap giteylim. Abdüşkür Muhammed İmin muallim bilen yapında bille boğan vakitla. Qarindoshlarning köpüncüsü tüvendeki birinci resimdeki yine bir kişinin kimlikini bildi. Resimni mo paylaşıp koydum qadirli qarindoshlar. O bizning el söygen ve elini söygen Uygurlar içinde nahayeti yuqori hürmetki ega ve hazır en köp eslindiğan rahmetlik ustazımız Abdüşkür Muhammed İmin boludu. 1980 yılları ben Şinjan Üniversitesi Radyo Elektronik Kesminin okuyucusu vaxtımda bu ustazımız Edebiyat Fakültetinin okuyucusu idi. Şonlaşqı ben tüvende merhumni Abdüşkür muallim dep atayman. Ben tüvendeki birinci resimni özümnün torlardaki baş sürtü qilib işiltişki başlagandım bu yan. Bir qancha qarindoshlar menden aşı resim toğrusida bir düşenci bir ötüşümni ötündü. Ahirki qatim şunda qılgını A. Sayrami isimli qarindishimiz bulup, o bir qancha kunning oldida mazkur maqolaning ahirida berilgan birinci manbada mundaq deb inkos qoldiribdi. Endi men bu yerda sizdan bunun münasibetsiz, biroq sizning munbarda bilim xumar nomi bilan ishiltayotgan bosh surutingiz to'g'riliq kichikgina savolim bor edi. Ma'lumki, surat siz Yaponiyada o'qiyotgan mezgil merhum alimimiz Abdüşkür Muhammed İmin 1986 yılı Yaponiyaga ilim ziyaretiga borganda tartilgan bulup, siz şu çağda merhumga tercümanlık qilib ekansiz. Muşu işlarning tafsiloti haqida hozirgacha hech qanday bir material ko'rmadim. Yazda merhum alimimizning Men ve Mening Xalqim namlıq tercümal karakterdeki kitabını setib elib ko'rib baxtım. Kitapta aşı işler to'g'riliq hech qanday ma'lumot berilmabdi. Mumkin bo'lsa 1986 yıldaki aşı qitimliq ziyoratning siz bilan munosabatli qismi bo'libmi, aşı surat tartilishning oldi-keyindagi ishlar haqida azroq uçurib bersangiz. Temaga munosabatsiz savol so'rab, shuncha aldirashligingizda sizni avora qildigan bo'ldim. Bu qilasiz. Men
A. Sayrami qerindishimizning talabiga ma'qul bo'lgan bo'lib, mazkur maqolada oldi bilan Abdushukur muallim bilan Yaponda bilgi bo'lgan vaqtlardagi muhim ishlar va o'zimning ba'zi ta'sirotlarini bayon qilib o'taman. Endi men nima uchun Abdushukur muallim o'zining Yaponiyadagi bu faoliyat haqida o'zining biror yozmalarida to'xtalmaganlik haqidagi o'zimning farzini qisqacha tilga olib o'taman. Eng oxirida Abdushukur muallimdek o'zini ma'lum bir ulug'vor ishga otib etgan kishilar uchun muhim rol o'ynaydigan muhim omillar haqidagi bir ilmiy nazariyani qisqacha tonishtirib o'taman. Resimni ranglik ko'rib olasizlar. Bu rangsiz bu kitobdagisi PDF maqolasiga qarasanglar, kitobning PDF nusxasida ranglikini ko'rsizlar. Mening Facebook nimamda bor. Bayatını chiqarib qo'ydim. Bu 86-yili tortilgan suratgan. Birinchi resim 1986-yil 10-oyda rahmatli Abdushukur muallim Kobe'dagi Kansei Gakuin Universiteti tarix fakultetining professori doktor Kodama Shinjiro apandi qatorliq bir qancha professorlarning taklif qilishi bilan Yaponiyaga ilmiy doklad berishga keldi. Men shu chaqda Yaponiyada bilim oshirayotgan bo'lib, Abdushukur muallimning Uyg'urcha dokladini naq maydonda Yaponchaga tarjima qilib berish vazifasini o'tab berdim. Bu resim 1986-yili 10-oyning 6-kundagi bir ilmiy doklad jarayonida tortilgan. Birinchi muallimning ilmiy faoliyati haqida. Bu bir qancha tema ekan, qadrli qarindoshlar. Erkin Sidiq akamizningki shu yozish usulida nayt obdan bir usullar bor. Bu temalarga bo'lib oladi, kichik temalarga. Ondaki tarmoq temalar chiqadi. Yani buningda 5tak bir tema bor ekan. Birinchisi muallimning ilmiy faoliyati haqida. İkincisi muallimning so'zi erlar uchun eng muhim bo'lgan 3 narsa. Bilim, pul, bir yaxshi xotin degan mazmun bor ekan buningda. Uningdan keyin üçüncüsü istak yoki intayin aniq asosiy nishon degan mazmun. Uningdan keyin qizg'inlik, o'z-o'zini boshqarish va qat'iy davomlashtirish. Buningda har bir mazmun to'g'riliq, qizg'inlik, o'z-o'zini boshqarish, qat'iy davomlashtirish degan mazmunlarni so'zlab o'tibdi. Ondan keyin 5-incisi oxirgi so'z. Qadrlik qarindoshlar. Biz bu maqolani 275dan boshlab 300-betgacha davomlashtirdik ekanmiz. Qo'limdagi mono kitob Erkin Sidiq akamizning Tadbir nashriyat tarafidan nashr qilingan 3-kitobi qadrli do'stlar. Muallimning ilmiy faoliyati haqida Abdushukur Muhammad Emin. Yuqoridagi birinchi rasm 1986-yil 6-oktyabr kuni tortilgan. Abdushukur muallim shuningdan bir qancha kun burun Yaponiyaning Tokyo shahriga kelib, u yerda bir qancha kun ilmiy doklad berish va ziyorat qilish ishlari bilan shug'ullangan ekan. Men u chaqda Tokyoning janubiga joylashgan, Tokyo bilan bo'lgan orliqi 500 kilometrda keladigan Osaka shahrida bo'lib, Osaka elektro xabarlashish universitetida bilim oshirayotgan edim. Shunglashqa Tokyodagi faoliyatdagi men qatnashmagan bo'lib, Tokyodagi tarjimonlik ishini Uyg'ur diyoridan kelib bilim oshirayotgan Shiva millatidan bo'lgan bir yosh o'z ustiga elibdi. Ya'ni Tokyoda Abdushukur muallim Xanzucha so'zlab, haliqi Shiva yosh uning nutqini Xanzuchadan Yaponchaga tarjima qilib beribdi. Sayohat jarayonidagi tarjimonlikni shu yosh o'z ustiga elibdi. Abdushukur muallimni Yaponga taklif qilgan ikki professor men Yaponga kelishdan burun Uyg'ur diyoriga berib sayohatda bo'lgan hamda Xinjiang universitetiga kelib ilmiy suhbat elib borgan bo'lib, men ular bilan shu chaqda tanishib qolgan edim. Ular kelishdan burun menga o'zlarining Yapondagi aloqalash uchurlarini qoldirib, men Yaponga borgandan keyin ular bilan cho'qim aloqalashishni talab qilgan edi. Ularning biri Kobe'dagi Kansei Gakuin Universiteti qonun fakultetining mudiri bo'lib,
Kodama isimli yana bir kishi bo'lsa, o'xshash maktabning tarix fakultetining professori edi. Kodama muallim O'rta Osiyo va Jungo tarixini tadqiq qilgan bo'lib, bir qancha kitob yozgan hamda shu kitoblariga Uyg'ur tarixi haqida bir qism mazmunlarni kirgizgan edi. Men Yaponga kelib uzun o'tmayla ular bilan munosabat o'rnatib, aralashib o'tayotgan edim. Bo'lib bu Kodama muallim Uyg'urlarning tamoqlariga bek amroq bo'lib, uning talab qilishi bilan men uningga polo etishni o'rgatib qo'ydim. Shuning bilan men ba'zi shanba kunlari kechda uning uyiga borsam, u polo etib turadigan bo'lgan edi. Shunglashqa men Abdushukur muallimning Yaponga keladiganligini ashu professorlardan eng dasbidan tatibla bilib turgan edim. Abdushukur muallim Osaka rayoniga kelgandan keyin tarjimonlikni men o'z ustimga oldim. Mening esimda qilishicha, yuqoridagi birinchi rasm Abdushukur muallim Kyoto universitetida bir guruh yaponlik professorlar va O'rta Osiyo tadqiqoti mutaxassislariga bir maydon ilmiy doklad berayotganda tartilgan bo'lib, o dokladning temisi O'rta asr Uyg'ur madaniyatining yetuk qomusi Qutatg'u bilik edi. Abdushukur muallim so'zlagan konkret mazmunlar esimda qolmadi. Men shu qatim Abdushukur muallim bilan jam'i 2-3 kundak birga bo'lgan bo'lib, biz ashu yig'in ochilgandan boshqa vaqtlarda Kyoto, Osaka va Kobe'dagi bir qism dangliq oliy maktablarni ekskursiya qildik. Hamda ashu rayondagi bir qancha go'zal joylarni tomosha qildik. Bir kuni kechda bir qancha yaponlik professorlar bilan birga bir issiq ko'lga kirib huzurlandik. Ya'ni Arishan onsen. Tuvandagi ikkinchi rasm ana shu chog'da tortilgan debdi. Resimni mo ko'rsatib qo'yay qadrli qarindoshlar. Kodama efendi Abdushukur muallimni bir issiq suv ko'liga apargan vaqtdagi bir ko'rinish. Endi yaponlarda onsen deydigan, arshanga tushadigan bir odat bor qadrli qarindoshlar. Arşanlar Yaponiyaga berib qalsanglar, cho'qim qo'ldan bermasliginglarni umid qilaman. Mana shu chaqda eng ta'sir qilgan narsa Abdushukur muallimning qo'lidan zotili tushmaydigan bir xotir daftar bilan bir qalam bo'ldi. Muallim borgan hamma yerlarda atrofidagi hamma narsalarni inchiklik bilan ko'zatdi. Bir narsa esiga kelib qolsa, mengishdan yoki qilayotgan boshqa ishdan to'xtab, bir yerda o'ltirib, esiga kelgan narsani xotirasiga darhalla yozib oladi. Biz bir kuni kechda yaponlik professorlar bilan birga tamoq yeyotganda muallim turibla xotirasini ochib bir narsalarni yozdi. O ashundaq bir narsa yozganda atrofida yuz berayotgan ishlar uning xiyoliga azroqmi kirib qo'ymaydi. Atrofida yuz berayotgan ishlar unga azroqmi ta'sir qilmaydi. O bir narsa yozayotganda ba'zi yaponlik professorlar uningdan savol so'rasimi, o yaponlikning gapi muallimga anglanmaydi. Men xuddi bir uxlab qolgan odamni o'yg'atganga o'xshash muallimning qo'lini tortib, uningga bireylarning o'ziga yeb qilayotganligini bildirib qo'yatdim. Ya'ni kallasida o'ylayotgan ish uning butun vujudini qoplab oladigan bo'lib, o atrofidagi kishilarga go'yo shu vaqtning o'zida boshqa bir dunyoda o'zi yolg'iz turayotgandek to'yg'uni beradi. Tuvandagi 3-chi rasmni biz Kobe'dagi bir go'zal yerni sayohat qilayotganda tortgan. Mushu rasmdagi Abdushukur muallimning qo'lidagi xotira daftariga diqqat qilib qo'ying. Ya'ni muallim sayohat jarayonidami qo'lida bir xotira daftarini elib olgan edi. Resimni balkim aniq ko'rmasliginglar mumkin, qadrli qarindoshlar. Buni PDF nusxasidan ko'rib olasizlar. Shunday resim Abdushukur muallim qatorliq bir qancha kishi Kobe'da birga sayohat qilayotgan bir ko'rinish. Bu resimda qolgan 2 kishi Kodama muallimning ayoli bilan Tokioda tarjimonlik qilgan Shiva o'quvchi debdi qadrli qarindoshlar. Biz birga bo'lgan bir kechki tamoq ana shunday o'tdi. Tamoqdan keyin muallim menga, "Erkin, men hozirda bir parcha she'r yozdim. Uni sizga o'qib beray" deb yozgan she'rini menga o'qib berdi.
Yazgan o şiiri özü yapındı köygen işler bile münasebetlik bulup, onun konkret mezmunu mening esimde kalmaptı. Men muallim bilen görüşken vakit, mening Yaponga kelgenimge bir yıldan sel aşkan vakit bulup, o çağlarda mening günlük işlerimmo intayin ciddi idi. Onun üstüge men o çağda hergizmo aşı bir qancha günning mening muallim bilen küllep bildi bilalaydigan en ahir külle bulup kaldıganligini tasavvur kılanmagan idim. Eğer aşundaq bulup qilishni bilgen bolsam, men özümning barliq vaqti ve zihnini muallimni kuzatish ve o qilgan ishlarni ve o yazgan narsalarni tafsili xotirlab bilishga qaratgan bo'lardim. Men Şinjan Üniversitede okuyatkan vaqtda, yani 1980-yillari Qiyinbovdin akimiz mektepning muavin müdiri idi. Şu çağda o köp qatimliq Uyg'ur o'quvchilar cho'ng yig'inlarida biz 30 yilda professorlardan aran 2ni yetishtirdik. Ularning biri Adabiyot fakultetidagi Abdushukur Muhammad Emin, yana biri bo'lsa Coğrafya fakultetidagi Mejid Xudoberdi. Eğer biz keyinki 30 yıl içinde profesörden yana aran 2ni yetildirsek, o biz üçün çoğ bir numus buludu. Şoňa sizler tirişip okunlar, bundaq ahvalı hatimi birinla degen mezmundaki geplerini kılgan idi. Men Abdushukur muallimning ismini en destipede ana şundaq anlagan idim. Lekin men fiziki fakultetida okuguchi, muallim bolsa Edebiyat fakultetida okutguchi bolgaçqa, bana o çağda muallim bilen uçturuşuş fursati bolmagan idi. Men Şinjan Üniversitede okuyatkan aşı yıllarda Ürümçide her yılı bir qatim dağınlıq şairlar tallap qatnaştırıldıgan şiir diklamasiya yığını ötküzületdi. Men o çağda bir şair emes idim. Men hergizmo şair diyen salayatki yakın kilalaydigan biri bulup bakkan emes bulup, onundan kimmo ondaq bulup bakmadım. Lekin yakının yankısı erkinkam şiir okup, şiir yazıp atıdım. Kalemi harmagay talmagay. Bugün mo İstanbul'da bir şiir ilmi muhakeme yığını, şiir yani şairlarınki ilmi muhakeme yığını içildi kaderli qeyrindaşlar. Yani şairlarning dağınlıq Uygurlarning çeteldeki şairleri hemmesi toplandı. Men yega muşu dersini qilish tüpelidan baranmay qaldım. İnşallah keyin anlamalarımız. Fakat şu çağlarda mening bir qancha parça şiirlerim Şinjan gezitiga besilgan idi. Emma men o çağda Şinjan Üniversitesi Mektep Okuwçular Uyuşmasının reisi, Abdunum rayonlu Okuwçular Birleşmesining reisi ve Memleketlik Okuwçular Birleşmesining muavin reis qatarlıq 5 çoğ vazifini öz üstümge algan bulup, şu çağlarda Şinjan Üniversitesi'de her yılı bir qatim mektep boyunca Uygur okuwçularning şiir diklamasiya musabaqasi ötküzüvatkan idim. Şunun bilen billa Uygur okuwçularning fakultetlar ara san'at ko'rigini yılda bir qatim tashkillab turgan idim. Oquşum alayda yaxshi bulup, özlükümden İngiliz dilim öğreniyatkan idim. Şoňlaşqa radio ve gez jurnallarda köplep teşvik kılınıyatkan idim. O çağda ailelerde texi televizorlar yok bulup, Uygur diyarda tarqıldıgan televizor programısı bar yoqligini bilmeydikenmen. Bizning mektepdeki bir ders projekti süpütede kılgan bir işimiz, bir qancha okuwçular birlikte birdin rangsiz televizor quraştırıp çıkış bolgan idi. Qaysi sebeptinkin o hazır isimde qalmaptı. İş qilib men heliqi bütün Uygur diyarındaki dağınlıq şairlar yığılıp şiir diklamasiya qiladigan yığınga oda 2 yıl teklif qilindim. Bu yığında şiir diklamasiya qiladigan sanğa iriş intayin qiyin bulup, o yığında diklamasiya qilingan şiirlar naiti tizla Abdunum rayonluq gezit yoki jurnallarga besilatdi. Men şu çağda Abdushukur muallim Teyipcan Elip qatarlıq dağınlıqlarning şiir diklamasiya qilganini bevosita anglash fursatiga erishdim. Bir qatimliq yig'inda mening qishimda o'tgan Şinjan Üniversitesi Edebiyat fakultetining bir ayol muallimi menga şiir diklamasiya qilishga birsam berilganligini,
Ammo mening tayyorlagan she'rim yo'qligini bilib, darhol yenidan o'zi yozib tayyorlab qo'ygan bir parcha she'rni chiqarib, menga berib, "Ukam, mau she'rni o'zingning she'ri deb tikilmasga qilib etkin, hamda o'z nomingda e'lon qilib bergin. O mening sana qilgan hadiyam bo'lsin" dedi. O xonim she'r tayyorlab kelgan bo'lsa-mu, onunğa dikilmasya qilish soni berilmagan ekan. O faqat bir sonni o'ltirib etmaslik va menga yordam qilish uchunla yaxshi ko'ngillik bilan bu taklifni qilgan edi. Ammo mening kishilik xarakterim bo'yicha men undaq ishni qat'iy qila olmaydim. Shuning bilan men intayin tanglikda qoldim. Nayt qattiq azoblandim. Hamda o yig'inga qatnashganimga intayin pushaymon qildim. Yarım saatte qattiq o'ylanib, oxiri o xonimga "Kechiring, men unda qila olmayman" dedi. O hadimiz hozirmi hayot bo'lib, nayt yashinib qoldi. Onun ko'nglini bearam qilib qo'ymaslik uchun bu yerda ismini atamadim. Bu ishlar mening esimda hozirmi xuddi tunigunki ishlardekla saqlanib turibdi. Ammo yiliqi yig'inda she'r diklamasiya qilgan dangliq shoirlarning chiroylari esimda ancha qolmabdi. Yuqoridagi hikoya bilan mazkur maqolaning ancha munosabati yo'q edi. Ammo maqolani yozib mush yerga kelganda u ishlar esimga kelib qoldi. Shunga bu kichikgina tarjimalim xotirlanib qolsin deb uni bu yerga qistirib qo'ydim. Qisqasi, men Yaponda Abdushukur muallim bilan uchrashganda uning qadr qiymatini xeyli yaxshi bilardim. Ammo shu chog'dagi sharoitda keyingi kunlarning qanday bo'lganligini tasavvur qila olmag'achqa, ashu fursatdan to'liq foydalanish hargizmi mening esimga kelmabdi. Men Yapondagi vaqtimda Kobeydagi bir yaponlik professor Xinjiang universitetiga berib, Abdushukur muallimning qo'lida 10 oydak Uyg'ur tili o'rgandi. Men Yaponda uning uyiga pat-pat berib turdim. O muallimning ota-onasi, ayol va 3 bolasi bir uyda turardi. Urumchida bo'lsa ayolim Abdushukur muallimning uyiga pat-pat berib, Rana appayning heliqi yaponlik professorini kutishiga yordamlashib berdi. Men Yapondan qaytib Amerikaga menishdan burun, ya'ni 1988-yili 5-oydan 8-oygacha Urumchida 3 oydak vaqt turib, Xinjiang universitetida o'qish bitirish oldidagi 4 nafar Uyg'ur o'quvchining bakalavrlik o'qishini bitirish ilmiy maqolasiga yetakchilik qildim. Shu chog'da muallimning uyida bir qancha qatim ayrim mehmon bo'lib, muallim bilan Uyg'ur masalalari to'g'risida xeyli ko'p paranglashdik. Bizning idimizda xeyli ko'p o'xshashliklar bor bo'lib, har qatim birga bo'lganda bizning gapimiz tugimay ketadi. Shu vaqtda bir parcha adabiy axborot yozish uchun Xinjiang gazetining muxbiri Mingjibi Mongol bilan onun ayoli Lulu muallim bilan ikkimizni ko'p qatim ayrim ziyorat qilib, biz bilan suhbatlashdi. Bu maqola men Amerikaga kelgandan keyin bitib, o'ylanish ichida ilgirlash degan temada e'lon qilindi. Hamda intayin zo'r ta'sir qo'zg'adi. O maqolani o'qib baqmagan qarindoshlarga qulaylik bo'lsin uchun men u maqolani mazkur yozmadan oxiriga qo'shib qo'ydim. Shu vaqtlar Abdushukur muallim Yapondan qaytib kelganiga ancha uzun bo'lmagan vaqtlar bo'lib, 1986-yili Yaponga berib qaytib kelgandan keyin muallim yana boshqa davlatlarga berib keldimi, men uni bilmaydi ekanman. Ishqilib, mening farzimcha muallimning shu mezgildagi Uyg'ur masalasi haqidagi ideyalari yuqoridagi o'ylanish ichida ilgirlash degan maqolada tafsili bayon qilingan bo'lib, muallimning Yaponga qilgan ilmiy ziyoratidan olgan ta'sirotlarini boshqa biror parcha maqolasiga kirgizmaslikdagi asosiy sabab mushu bo'lishi mumkin. Bu mening shaxsiy farzimli bo'lib, bu ishni eng yaxshi bilguchi birla Allohdir. Men 2012-yil 12-oyda o'g'lim Dilshatni sayohat qildirib kelish uchun Yaponga bordim.
Oğlum görmekçi bo'lgan yerlerinin hemmisi Tokyo ve onun etrafında bo'lg'achqa, men aralıqda 2 gün vaqt ajratib, Shinkansen deb atiladigan tez süratlik poyezdi o'ltirib, Kyoto, Osaka ve Kobe'larga berib, ayni vaqtda Abdushukur muallimni Yaponga taklif qilgan. Hem de bana xuddi o'z o'g'lidek muomala qilgan Kodama muallimni yo'qlab keldim. Bu muallim hazır bir eg'ir kasallikka giribdor bo'lgan bo'lib, asosan yo'l mangolmaydi ekan. Ammo men uyga borganda nihoyat sovuq havoga va og'riqqa qaramay, hassiga qattiq tayinib, meni eshik oldida saqlab turibdi. Men uyga kirib, er-xotin ikkilan bilan 1-2 soat paranglashdim. Bu muallimning Uyg'urlar haqida ajoyib ko'z qarashlari bor bo'lib, men bu qatimmo suhbatimizdan nihoyat huzurlandim. Ko'ngildagidek bo'lmagan bir yeri men Yapondan ayrılgılı 26 yilni oshgan bo'lg'achqa, men bu qatim tarix haqida Yapon tilida burunqidek so'zlasholmadim. Şuna Yaponca gaplarni topolmaganda ingliz so'zlarni ishlatishga majbur bo'ldim. Kodama muallim bilan ayoli ikkilan meni taksi bilan bir restoranga apirib, mehmon qilib, andin men bilan xo'shlashdi. Tuvandagi 4-resim şu qatim tartilgan. Resimni rangsiz bo'lsa-mu ko'rsatib qo'y, qadrli qarindoshlar, balki uni ko'rolmaysizlar, PDF'dan ko'ringlar. 4-resim 2012-yili 12-yilda men o'g'limni sayohat qildirib kelish uchun Yaponiyaga bordim. Shu safar jarayonida men o'zim maxsus Kobe'ga berib, Kodama Shinjiro muallimni yo'qlab keldim. Bu shu chog'dagi bir ko'rinish debdi, qadrli qarindoshlar. Men o günü Kobe'den Kyoto'ga kelib, hazır Kansei Gakuin Üniversiteti Tarix Fakültesining müdürlüğünü qilib atgan bir Yaponluq kono dostumning uyida bir akşam qondim. Men onun bilan ertesi Kyoto'ga yaqin joydagi Yaponning burunqi poytaxti Narani sayohat qilib, kech tarafda Tokyoga qaytib keldim. Bu qatimqi safarda Yapondek bir bay davlatdagi 2 professorning uyida mehmon bo'lib, men ko'rgan intayin ta'sirlik ahvollar bor. Ya'ni, hozir butun Yapon xalqi davlatining tokni iqtisod qilish chaqiriga ovoz qo'shib, tok ishlatishda intayin iqtisodchil bo'lib ketibdi. Kodama muallim bir dacha uyda tursa-mu, faqat bir yotoq uyini isitib, er-xotin ikkilan shu uyda tamoq yeydi ekan. Şu uyda putlarını yotqan bilen orab olturup televizor görürdü ekan. Hem de şu uyda uxlaydı ekan. Yani o ikkilan aşı bir yatak uyda yaşaydı ekan. Tarix fakültetinin müdürü Sakagura muallimi bir dacha uyda turadigan bo'lib, ular bo'lsa bütün uyda bir vaqtda uzunluğu 2 g'irish keladigan, tomliqi bosh barmoqda keladigan, tok iqtisod qiladigan chiroqdan faqat birinla tokka ulaydı ekan. Hem de gündüzü aşxana uyini isitib, akşamı yatak uyini isitidi ekan. Bir uydan yana bir uyga kirmoqchi bo'lsa, bir chiroqni yandırıp, yana birini o'chirib mangadi ekan. Men keyinchi bir yaxshiroq fursat tepib, bu haqda tafsilroq so'zlab berishim mumkin. Abdushukur Muhammed Emin muallim bilan Yaponiyada birga bo'lgan vaqtlar degan maqolani o'qiyotimiz. Erkin Sidiq akamizningki 2-chi muallimning so'zi. Erlar uchun eng muhim bo'lgan 3 narsa. Men Abdushukur muallim bilan bir kuni kechda paranglashib ketayotganda, u menga mundaq dedi. Erlar uchun mundaq 3 narsa eng muhim. Birincisi bilim, ikincisi pul, üçüncüsü yaxşı bir xotin. O çağda biz qandaq temi üstüde paranglashayotganligimiz esimde qolmabdi. Ama bu sözler men uchun shu çağda bir muhim hikmetlik sözdek tuyulgan bo'lib, shuningdan keyin bu sözlerini esimden zadila chiqarmadim. Bana Yapondagi o'qishni tamamlab, Yapondan ayrılgılı 26 yıldan aştı. 26 yıllık hayatımda muallimning yuqoridagi so'zlarining ne kadar to'g'ri ekanligini cho'nqur his qildim.
Boshqasini qo'yib turib, faqat bir yaxshi xotin deganga qarab boqadigan bo'lsak, agar menda o'zimga nihoyat yaqindan moslashib beradigan, meni yaqindan qo'llab beradigan, nihoyat yaxshi yurishib ketayotgan bir xotirjam oila bo'lmagan bo'lsa, menga hozirgidek dam olish vaqtimdan foydalanib, haftasiga bir parcha maqola tayyorlash qat'iyla mumkin bo'lmaydi. Men jahon aylanib, nurg'un Uyg'ur ufqalar va ularning oilasi bilan tanishdim. Mening o'z ko'zim bilan ko'rganim, muvaffaqiyat qozongan erlarning hammasining yanida bir yaxshi xotin bor ekan. Bir yaxshi xotin debdi. Juma qarindoshlar, 4 yaxshi xotin demabdi. Onun aksicha, o'zi nihoyat qobiliyatli bo'lsa-mu, texchi degandek muvaffaqiyatli bo'lolmagan erlarda bo'lsa, bir xotirjam oila kam ekan. Bir oila muvaffaqiyatli bo'lish uchun shu oiladagi er bilan ayol cho'qim teng bedel to'lash kerak. Bu işte er bilan ayolning xizmat taqsimoti o'xshamaydi. Ammo to'laydigan bedelning darajasida bek cho'ng farq bo'lmaydi. Agar cho'ng farq bo'ldi ekan, cho'qim tengpongsizlik yuz beradi. Shunga mening barliq singillarga deydiganim, agar eringiz bir to'g'ri yo'lni tanlab qattiq tirishayotgan bo'lsa, uni bütün vücudunuz bilan qo'llang hamda uningga barligingizni atab yordam qiling. Shunda qilsangiz, eringiz sizni bargan siri texmi yaxshi ko'rib mangadi hamda qilgan yordamingizni mukofotlash uchunmi burunqidan bakrak tirishidi. Necha yilning oldida men g'oyaqida temi tayyorlayotganda to'satdan esimga mundaq bir ish kelib qoldi. Biz jami 6 bola bo'lib, men balaning ikkinchisi erkinka. Akam bilan ikkimiz tug'ilgandan keyinla o'zining ishchilik xizmatidan istifa berib etgan ekan. Shundan boshlab biz bir oila kishilari yolg'iz dadamning kirimiga tayinib yashaganlikdan mening balalik davrim nihoyat jafoliq va ocharchilik ichida o'tdi. Ko'p vaqtlarda och qursak yurishga majbur bo'ldik. Ya'ni u chaqda osh normalik, bizning yezilardan keladigan tuqqanlarimiz ko'p bo'lg'achqa, ochlik normamiz o'zimizga zodila yetishmaydi. Shunlashqa men nihoyat kichik vaqtimdan boshlabla qattiq tirishadigan va ko'p o'ylanadigan odatlarni yetildirib olgan edim. Men o'rta maktabda o'qiyotgan mezgilda bütün jungu bo'yicha bilimning keragi yo'q degan bir safsata keng turda tashviq qilinib yurganda, men bilim cho'qim esqatidi degan ideyani tashviq qilib yurgan hamda sinfimizdagi bolalardan pul yig'ib, onunga shu chaqda yangidan chiqqan Uyg'urcha kitoblarni setib edib akilib, balalarga tarqitib berib yurgan edim. 1972-73 yillar bo'lsa kerak, men Aqsu 1-o'rta maktabda to'liqsiz o'qiyotgan vaqtimda o'zim uchun mundaq 3 cho'ng nishon tuzdim. Birinchi, eng yuqori pallagacha o'qish. Ikkinchi, o'zimning iqtisodiy taqdirini o'zgartirish. Uchinchi nishon, bir baxtlik oila qurish. Birinchi o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtida erkinkamning tuzgan plan ekan, maşallah. O chaqda men o'qishdagi eng yuqori pallaning nima ekanligini bilmaydim. Ammo men o chaqda bilimning intayin muhim va foydali narsa ekanligini tushunib yetgan edim. Mening qisqacha tarjimalim ve men bilan o'tkazilgan yozma suhbatning xotirasida bu vaqtda texmi ko'p mazmunlar bor. Necha yilning oldida o'ylasam, men ayni vaqtda tuzgan yuqoridagi 3 nishon mohiyat jihatdan Abdushukur muallim menga 1986 yili degan erlar uchun eng muhim bo'lgan 3 narsa bilan asosan o'xshash ekan. Ya'ni men shu 3 narsaga erishishni o'zim uchun asosiy nishon qilib tiklagan ekanman. Bu bağlanışını bayqagandan keyin men hem hayron bo'ldim, hem xushal bo'ldim. Abdushukur muallim Yaponda paranglashish jarayonida menga degan
hem de men üçün en mühim söz bulup duyulup, mening esimde hazır saqlanıp kelgen sözle muşu boğaçqa men uni bu yerge qıstırıp koydum. O qatımqı paranlar jarayonida muallim qizlar üçün nima eng muhim ekanligi to'g'risida bir narsa demedi. Şoňlaşqa bu yerde o to'g'riliq bir narsa yazalmadım. Bunun üçün singillar ve hanımlardan afu so'rayman. Men yaqında imam ve doktor Yasir Qazining Amerika Musulman O'quvchilar uyushmasi Muslim Students Association'ning bir qatimliq yig'inda so'zlagan nutqini angladim. Bu qatimqi dokladda Yasir Qazi növbetde İslam dini duch kelgan bir qism qiyin masalalar ustida to'xtalgan bo'lib, dokladının en beşida o insanlar üçün zürür bo'lgan 3 asaslık narsani tilga elib mundaq dedi. Allah bizni 3 asaslık ihtiyaç bilen bil yaratgan. Ular maddi ihtiyaç, manevi ihtiyaç ve bilim ihtiyaçlarından ibaret. Bu yerdeki birinci ihtiyaç maddi ihtiyaç bulup biz yemesek bo'lmaydi, içmesek bo'lmaydi. Hava bilen nefes almasak bo'lmaydi. Eğer bizde bu narsalar bo'lmaydi ekan, biz ölümüz. İkincisi, bizning manevi ihtiyacımız mı var? Bu manevi ihtiyacımız mı qanoatlantirilishi kerak. Eğer o qanoatlantirilmaydigan nima bo'ladi? Eğer o qanoatlantirilmaydigan nurg'un ishlar yuz berdi. Onun birincisi ve en mühimi tushkunlashish kelib chiqadi. İkincisi, hayatning ma'nisizligi kelib chiqadi. Siz hayatınızın nihoyatda quruq ekanligini, faqat kun o'tkazib yashayotganligingizni, hayatınızda bir yuqori nishonning yo'qligini his qilasiz. Şoňlaşqa agar sizde bir yuqori nishon bo'lmaydi ekan, siz o'zingiz uchun bir nishonni vujudga keltirib, onu o'zingiz uchun eng yuqoridagi nishon qilib tiklaysiz. Kişiler özünün hayatını ataydigan bir yuqori nishonga ehtiyojli bo'ldigan bo'lib, Allah insanlarni ana shunday yaratgan. İnsanlarning üçüncü ihtiyacı bo'lsa, bilim jihatdagi yoki aqli ehtiyojdan ibaret. Siz o'zingizning aqlini ve o'zingizning havisini qanoatlantirishga ehtiyojli bo'lasiz. İslam sizga mushu üç jihatdagi ehtiyojlarning hammasini teng qondirish uchun qandaq yaşayışınız kerakligini öğütüdü. Yani Allah bizni asaslık ihtiyaç bilen bir yaratgan 3 asaslık ihtiyaç. Ular maddi ihtiyaç, fizikal, manevi, spiritual ihtiyaç ve bilim, intellectual ihtiyaçlardan ibaret depti. Onu tepip anlatmasını. Bunu da kadarlı qarindoshlar. 287. bet keldik. Biraz mezmun jiqilaq bo'lg'achqa vaqtni qarab baqili. Yani 38 sekund, 38 minut oldu. Qadirli qarindoshlar, sabringlarni tilayman. Yuqorida Yasir Qazi tilga olgan islom tushunchasidagi insonlarning 3 cho'ng ehtiyojining ikkisi Abdushukur muallim erler üçün en mühim deb qaragan 3 narsaning ikkisi bilan o'xshash ekan. Men to'liq o'tirib yuqori yilliqdan boshlab muhabbatning dardini xili obdan tartdim. Shuning bilan odamni saran qilib qo'ydigan bu muhabbat degan narsa zot nima? Degan savolga javob tepish ustida yezida qayta tarbiya olgan vaqtimdan tortib, oliy maktabning 2 yoki 3 yilliqlarga chiqquncha izlandim. Neticede mundaq narsani, yani turmuşning junguchi aniqlamasini bilib oldim. Kishilik turmush 3 qismdan tarkib topadi. Ular moddiy turmush, ma'naviy turmush ve ijodiyat turmushi, yani xizmat. Muhabbat ma'naviy turmushning bir qismi bo'lib, onun o'rnini boshqa hech qanday bir narsa bilan to'ldirg'ili bo'lmaydi. Onu başka bir narsa bilan almashtirg'ili bo'lmaydi. Men aslida muhabbatni boshqa bir narsa bilan almashtirg'ili bo'ladi. Bo'lsa
Uni boshqa bir narsa bilan almashtirg'ili bo'lmaydi. Men aslida muhabbatni boshqa bir narsa bilan almashtirg'ili bo'lsa, o'zimning uning uchun sarf qilishga majbur bo'lgan vaqtim bilan zehnimni o'zimning o'g'inishi va xizmatiga sarf qilishni o'ylagan edim. İzlenişim neticesinde onda qilishga bo'lmaydiganligini bilib oldim. Ehtimal ba'zi kishilar uchun u mumkindir, lekin menga undaq bo'lmadi. Erkinkimga nasib bo'lmabdi. Yuqorida bayon qilingan mazmunlarni birlashtirish orqali insonlar yaratilganda ularning ichiga selib qo'yilgan asosiy ehtiyojlar bilan insonlar jumladan erlar uchun eng muhim bo'lgan narsalar haqida xil to'liq tushunchalarga ega bo'lishi mumkin. Men o'zimning buyurilgan yordam va tirishchanlik Badr urushidan o'ylaganlarim degan maqolasida o'zim his qilgan Alloh buyurgan yordamni qo'lga keltirmoqchi bo'lgan bir qavm amal qilishga tegishli bo'lgan bir qonuniyatni tushuntirib o'tdim. Qisqartib aytganda, u qonuniyatning mazmuni mundaq: agar bir qavm Alloh buyurgan yordamga erishmoqchi bo'ladi ekan, u cho'qim tashdek uyushib, to'g'ri ishlarni tanlab, jonni tikib, o'zining barlig'ini atab, qattiq tirishish kerak. Qadrli qarindoshlar, hozirgi zamonga mos keladigan to'g'ri ishlar uchun men Amerika ma'rifida hozir yo'l qo'yilayotgan tabiiy fan, texnologiya, injenerlik va matematika programmasini tavsiya qildim. Men yakunlab chiqqan xulosa shu bo'ldiki, agar bir qavm yuqoridagi qonuniyat bo'yicha ish qildi ekan, o qavmning dinchi bo'lish bo'lmasligi, agar dinchi bo'lsa qaysi dinga e'tiqod qilganligini qat'iy nazar Alloh o'zi xohlagan yordamni osh qavmga yetkazdi. Bu qonuniyat har bir individualga yoki har bir shaxsga mos keladi. Men o'zimning mikro boshqarish va uning ziyonlari degan maqolasida öz hayotimda yuz bergan yuqoridagi qonuniyatga isbot bo'la oladigan ishlardan birini tasvirladim. Amaliyotda mening butun hayotim ashundoq ishlar bilan to'lgan bo'lib, men hozirgacha mangan egri yo'l tuz yo'ldan xelali ko'p. Yalğız qavm doirasida emas, shaxslarning ayrim muvaffaqiyatli bo'la olishi va cho'ng ishlarni qila olishida amal qilishga tegishlik bir qism tabiiy qonuniyatlarmi bor. Unda qonuniyatlarni kishilar 100 yildan ko'proq vaqt ilmiy tadqiqot elib berish natijasida yakunlab chiqqan. Men hozirgacha bu jihatda islom dinida bor bo'lgan ideyalarni texi o'shirtib boqmadim. Ammo fanniy jihatdagi bir qism nazariyalar Napolyon Hillning tushuntirishidagi o'ziga tortishning sirli qonuniyati degan dangliq inglizcha kitobda bayon qilingan bo'lib, men shu kitobning mazmunini ixchanlab, uyg'urchalashtirib, g'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati degan temada bir uzun maqola yozib chiqib, uni 2011-yili 15-yanvar kuni torlarga chiqarib bo'ldim. Bu to'g'riliq oldingi soatlik 4 darsimizda tinchsanlar bo'ladi, qadrli qarindoshlar. Uni birlikda o'qib o'tdik. She'dan tinchib olinglar. Biroq bu maqolaning nazariy saviyasi yuqori va sal abstrakt bo'lishidek ba'zi sabablar tufaylidan u maqola o'qirmanlarni degandek yaxshi jalb qila olmadi. Men tuvanda shu maqolaning ikki kichik qismini bayon qilaman. Mening o'qirmanlardan kutadigan umidim siz yuqoridagi 3-rasmdagi Abdushukur muallim sayohat jarayonida qo'lida ko'tarib yurgan xotira daftarini ko'z oldingizga keltirib turib va muallimning men yuqorida bayon qilgan odatini eslab turib, tuvandagi mazmunni bir qatim o'qib baqing. Ehtimol bu qatim o mazmundan yaxshi unum hosil qila olishingiz mumkin. Men o'zimning oldingi bir maqolasida Yaponlar, Germanlar va Yahudilarning ancha kulmaydiganligini, ancha o'ynamaydiganligini va ko'p o'ylaydiganligini tilga oldim. Abdushukur muallimda ana shunday xarakter bor edi.
Bir qism o'qirmanlar ehtimol shu xarakter yuqoridagi 3 parcha rasmdimi namoyon bo'lib turganligiga diqqat qilgan bo'lishi mumkin. Mening bilishimcha, ayni vaqtda Abdushukur muallimni tanqid, hujum va haqoratlarga duchor qilgan narsalarning ichidagi biri uning so'rinlarga, ya'ni to'y nazr qatorliq yig'ilishlarga ancha qatnashib ketmasligi edi. Odam bir olijanob maqsad uchun yashaganda vaqtdan eng yuqori darajada obdan foydalanish uchun huzurlanish va ko'ngil etishga yotadigan nurg'un ishlardan voz kechishga majburiy bo'ladi. Ehtimol ayni vaqtda muallimning salomatlik ahvoli o'ziga noit aydin bo'lib, o'zining qilib qolgan cheklik vaqtida millat uchun ko'proq ish qilib berishini o'ylab, so'rinlarga bormagan bo'lishi mumkin. Ammo ba'zilar muallimni to'g'ri tushunishga urinib beqishning o'rniga uningga noit ko'p azoblarni paydo qilib berdi. Burungi nurg'un vaqtlarda millat uchun tuhfa yaratishda ko'zga ko'ringan ayiblanguchilar o'zining biror ishdagi kamchikligi yoki xatolik uchun ayiblangan bo'lmasdan, balki boshqa bir qism ziyoli atalgan kishilarning hasadxo'rligi, ko'rolmasligi va obro'y bilan o'rin talishi tufaylidan ashundoq ayiblanishga, ig'ir darajadagi azoblanishga va o'zining bir qism qimmatlik vaqtini tashqi hujumlarga taqobil turish uchun sarf qilishga majburiy bo'lgan edi. Bizning Abdushukur muallimdan bek baldurli ayrilib qilishimizga sababchi bo'lgan ishlarning birimi mushu bo'lishi mumkin. Xuddi nurg'unlarimiz ko'rib turganimizdek, Abdushukur muallim duch kelgan ayni vaqtda yuz bergan bir qism yomon ishlar Uyg'ur ziyodalari orasida hozirmi o'xshamagan darajada davomlashyapti. Ba'zilar hozirmi muallim duch kelgan millat uchun xolisona xizmat qilish yo'lida hujumga va haqoratlashga uchrashdek taqdirlarga uchrab qelyapti. Ayni vaqtda Abdushukur muallimdan nom, obro'y va pul dunyo yetarlik bor edi. Uning texnik ko'p nom, obro'yga va pul dunyoga ehtiyoji yo'q edi. Uning ashundoq bir yaxshi sharoitga erishib bo'lgandan keyin to'xtovsiz holda o'zining jinini tatliq bilmay qattiq tirishishi faqat millat uchun edi. Ammo bir qism nodonlar uni tushunmadi. Mening esimda qolishicha, ziyoli qarindoshlardan ba'zilari Abdushukur muallim o'z hayotining oxirgi bosqichida duch kelgan nachar muomalalar haqida burun nihoyat tafsili va nihoyat sifatli maqolalarni yozib e'lon qildi. Shunlashqa men bu yerda ashundoq ahvollar ustida buningdan ko'p to'xtalmayman. Tuvanda bayon qildig'inim mening g'oyini reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati degan maqolamdagi 2 bo'limdan iborat. Yani 3. mavzu istak yoki intayin aniq asosiy nishon degan mazmunkan, 4. mazmunmo qizg'inlik, o'z-o'zini boshqarish va qat'iy davomlashtirishgan. Buni bir xotirlatib o'tilar. Bu qismdagi bir qism mazmunlar qisqartirildi. Xiyolni reallikqa aylantirishning birinchi qadami siz erishmoqchi bo'lgan narsaning nima ekanligi haqida o'ylab chiqqan intayin aniq ideya bo'lishdan iborat. Buni Napoleon o'zining birinchi kitobida intayin aniq asosiy nishon, inglizcha definitive aim deb atab, ikkinchi kitobida bo'lsa istak deb atagan bo'lib, Napoleonning muvaffaqiyat qonuniyati degan kitobidagi birinchi prinsip mana shu ufqumdan iborat bo'lgan. Istak degan so'z uchun ishlatilgan inglizcha so'z desire bo'lib, yulg'un lug'atida bu so'zning ma'nosi arzu, umid, istak, tilak deb ilingan. Lekin inglizchada arzu uchun wish, umid uchun hope ishlatilgan bo'lib, Napoleonning kitobidagi desire degan so'z faqat istak degan ma'noda ishlatilgan.
Bu sözдің үзігі тартыш qanuniyatida oynaydigan rolü bek mühim bo'lg'achqa men bu yerda ozroq alayda eskartish berib qo'ydim. Siz mayli bir cho'ng narsani arzu qiling yoki bir kichik narsani arzu qiling, onun cho'qim bir asosiy maqsadi bor bo'lib, bu maqsad sizning ko'nglingizda intayin aniq va konkret bo'lishi kerak. Sizning istikiniz yoki intayin aniq asosiy nishoningiz bir konkret nishon bo'lishi, bir cho'ngroq obyektiv bo'lishi yoki sizning butun hayotingizga yetakchilik qiladigan bir falsafivilik, hikmatlik söz bo'lishi mumkin. Agar siz uni bir xiyoldan reallikqa aylantirmoqchi bo'ladi ekansiz, onun namoyandasining qandoq bo'ladiganligini cho'qim intayin aniq bilishiniz kerak. Psixologik prinsiplar mundaq deydi. Birinci, insan bedeninin her bir ixtiyari hareketini insanın xiyali keltirip çıkırdı, kontrol kılıdı ve yeteklaydı. Bundaq jarayan ko'ngilning roli orqali amalga oshirildi. İkinci, sizning elinizda ma'lum bir xiyol yoki ideyaning mavjud bo'lib turishi, shuningga mos keladigan bir xil hissiyotni vujudga keltirib, sizni ashu hissiyotni şunu mos keladigan beden hareketiga aylantirishga qistaydi. Bu hareket sizning xiyolingizga tel-tüküz uyg'unlashgan bo'ladi. Bu prinsipni boshqacharoq bayon qilsak, siz bir nihoyat aniq maqsadni tanlab, ashu maqsadni amalga oshirishga qat'iy iroda bog'lasangiz, ashu tanlashni qilgan paytdan boshlabla bu maqsad sizning elingizdagi hükümran urumda turadigan xiyolga aylanadi. Shuning bilan siz ashu maqsadni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan haqiqiy ahvollarga, uchurlarga ve bilimlerge sezgür bulup turursiz. Siz ko'nglingizga bir intayin aniq maqsadni o'rnatgan paytdan boshlabla sizning ko'nglingiz angliq va angsiz holda ashu maqsadni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan materiallarni yig'idi va ularni o'zida saqlaydi. İstek sizning hayotingizning aniq maqsadining nima ekanligini belgilaydigan amildir. Sizning asosiy istikingizning nima ekanligini boshqa hech kim belgilab bermaydi. Onu siz o'zingiz tanlagan hamon o sizning intayin aniq asosiy nishoningizga aylanib, o bir reallikqa aylanib bo'lguncha sizning ko'nglingizning diqqat merkezida turadi. Başka bir ziddiyetlik istek ko'nglingizga kirmaguncha aslidagi istek öz o'rnini qat'iy bo'shatmaydi. Agar siz öz hayotingiz uchun bir intayin aniq asosiy nishonni tanlamaydi ekansiz, siz öz energiyangiz bilan öz tafakkuringizni intayin ko'p ishlarga ve her xil yo'nalishlarga chechib etib, kuchingizni bir yerga yig'olmaysiz, hem de qarorsiz ve aciz holatda yashaysiz. Bu xuddi bir cho'ng'aytquchi aynak yoki linzaga o'xshash. Siz kun nurini ashundoq bir aynak bilan bir nuqtaga intayin kuchli holda yig'ish orqali bir penni yoki yog'och taxtayni ko'ydirib, uni teshib etalaysiz. İntayin aniq maqsadning roli ana shu cho'ng'aytquchi aynaking bilan o'xshash, ya'ni lopa aynak bilan o'xshash. Agar siz o aynakni elib etib, o'xshash miqdordagi kun nurini heliqi panga yoki taxtaga 1 million yil tushirsangiz-mo, onu hergiz ko'ydirolmaysiz. Siz özünüzün istikini intayin astoydillik bilan tanlashingiz hamda uni tanlab bo'lgandan keyin onu bir varaq qog'ozga yozib, har kuni kam deganda bir qatim ko'rib tura oladigan bir joyga chaplab qo'yishingiz kerak. Bunda qilishning psixologik asosi bor. Ya'ni shunda qilishga sabab bu maqsadni o'zingizning yushurun engiga intayin qattiq o'rnatib, onu yuşurun elinizde bir adet
yoki bir loyiha sifatida qabul qildirib, shu orqali o'z hayotingizdagi ish faoliyatlaringizga shu maqsad hukmronlik qiladigan, sizni shu maqsadning ichiga yushirilgan narsaga qadam yetaklaydigan bir ahvolni vujudga keltirishdan iborat. Sizning o'z istikingizni o'zingizning yoshirin engiga intayin qattiq o'rnatilishingizning psixologik prinsipi avtomatik taklifdan iborat. O siz öz o'zingizga qayta beradigan taklifdir. Avtomatik taklif prinsipi ilm-fan to'liq isbotlagan bo'lib, avtomatik taklif prinsipini ilm-fan to'liq isbotlagan bo'lib, shuning asoslanganda sizning ko'nglingizga intayin cho'nqur o'rnab ketgan bir istak sizning butun badaningiz bilan butun vujudingizni o'zi bilan tuyundirib, ko'nglingizni bir intayin kuchli magnitga aylantirdi. Sizning istaydiğiniz bir ameliyatga uygun narsalar bo'ladi ekan. Magnitga o'xshab qolgan ko'nglingiz siz istagan narsalarni o'ziga tortib keladi. Thomas Edison mana shu prinsipdan foydalanib, o'zining aslidagi intayin tuvan o'rnidan Amerika vujudga keltirgan tarixdagi eng dangliq kashfiyotchi bo'lish o'rniga ko'tarilgan. Barnesmo shu prinsipdan foydalanib, bir sargardandan bir cho'ng boyga aylangan. Abraham Lincoln mo shu prinsipdan foydalanib, bir kambag'alning bolasidan Amerikaning eng dangliq prezidentlarining birisiga aylangan. Ilova, mening hozirgacha bo'lgan butun hayotimda asosiy rol o'ynagan narsamo dal shu avtomatik taklif prinsipidan iborat. Yuqoridagi avtomatik taklif prinsipini to'g'ri tushunish uchun sizga mundaq bir misol keltiray. Agar sizning istaydiğiniz bir yangi avtomobil bo'lsa, sizning ashundaq bir istikingizning bo'lg'ini uchunla o mashina sizning uyingizning oldiga kelib qolmaydi. Ammo sizning shu mashinaga bir kuyib turgan istikingiz bor bo'ladi ekan, bu istak sizni shu mashinani elish uchun ketadigan pulga erishish yo'lida qo'llanilgan to'g'ri harakatlarga yetaklaydi. Demakki, qadrli qarindoshlar, Erkin Sidiq akamizningki Abdushukur Muhammad Emin muallim bilan Yaponiyada bilgi bo'lgan vaqtlar degan maqolasininki 3-mazmun istak yoki intayin aniq asosiy nishon deganni ta'kidlab o'tdik. 4-mazmun qizg'inlik, o'zini boshqarish va qat'iy davomlashtirish. Bu qismdagi bir qism mazmunlar qisqartirildi. Birinchi qizg'inlik. Qizg'inlik bir xil kam bo'lsa bo'lmaydigan kuch bo'lib, onun qudretini boshqa hech qanday narsaniki bilan selishtirish mumkin emas. Agar sizning bir intayin aniq asosiy nishoningiz bor bo'ladi ekan, sizning hozir uning vujudga chiqarishga tayyorlanib bo'lmaganligingizdan qat'iy nazar, siz shu asosiy nishoningizga nisbatan cho'nqur qizg'inlik yetildira olasiz. Siz o'z nishoningizni amalga oshirishdan nihoyat yiroq bo'lishingiz mumkin. Ammo siz qalbingizda qizg'inlik o'tini tutashtirsangiz hamda uni to'xtatib qo'ymay ko'ydirib tursangiz, hozir sizning yo'lingizni to'sib turgan barliq to'salg'ular xuddi bir sihriy kuchning ta'siridan bo'lgandek g'oyib bo'lib, o'zingiz burun his qilib boqmagan kuch qudratga ega ekanligini his qila olasiz. Qizg'inlikning qo'zg'atishi bilan qalbingiz bir yuqori takrorlikda titraganda, bu titrashni sizning sho'ringizdagi belgilik bir radiosida turgan kishilar bo'libmi sizga yaqin turgan kishilarning ko'ngli qabul qiladi. Siz bir odam to'pig'i so'zlasangiz, sizning qizg'inligingiz tinglashuvchilarning qalbiga ta'sir ko'rsatib,
ularning qalbimi so'zligüchining qalbiga moslashgan holda titraydi. Bir odam yeni bir odam bilan savdolashganda ba'zida bir savdoda kelishishning psixologik payti yetib keldi deganni his qiladi. Amaliyotda bo'lsa, bu chaqda sotquchining qizg'inligi alg'uchining qalbiga ta'sir ko'rsatib, alg'uchining qalbini sotquchinikiga moyil keltirdi. Avtomatik taklif prinsipidan foydalanib, hamda intayin aniq asosiy nishonning yordami bilan ko'ngilga chuqur muvaffaqiyat qozonish orzusini o'rnatib boqadigan bo'lsangiz, sizning burunqi kechirmish ta'sirotlaringizga darhol jon kirib, siz uchun xizmat qilishga boshlaydi. Agar siz qalbingizga bir orzuni intayin cho'nqur o'rnatmoqchi bo'lsangiz, uni chuqur mardlarcha qizg'inlik bilan birlashtiring. Chunki qizg'inlik arzuning tez sur'atda o'sishiga va uning mangu hayot kechirishiga kapolat qiladigan o'g'itdir. 4. O'zini boshqarish. Bu so'zni Napoleon inglizcha self-control deb olgan bo'lib, uning futtur ma'nosi o'zini kontrol qilish din iborat. Lekin men Yaponiyaning kitobidagi mazmunga asoslanib Napoleonning kitobidagi mazmunga asoslanib bu so'zni o'zini boshqarish deb elishni bakrak muvofiq ko'rdim. İnsanlarga o'zini boshqarish iqtidori ato qilingan bo'lib, bu iqtidor boshqa hech qanday jonliqlarga ato qilinmagan. Ya'ni insonlarga hozirgacha bayqalgan eng yuqori darajada rivojlangan energiya tafakkur energiyasini ishlatish iqtidori ato qilingan. Shunday aytishga bo'ladiki, tafakkur mushu material va fiziklik narsalar dunyosidagi shunday aytishga bo'ladiki, ma'ni qayta o'qiya. İnsanlarga o'zini boshqarish iqtidori ato qilingan bo'lib, bu iqtidor boshqa hech qanday jonliqlarga ato qilinmagan. Ya'ni insonlarga hozirgacha bayqalgan eng yuqori darajada rivojlangan energiya tafakkur energiyasini ishlatish iqtidori ato qilingan. Shunday aytishga bo'ladiki, tafakkur mushu material va fiziklik narsalar dunyosi bilan ilahi dünyani o'zaro tutashtirib turadigan eng yaqin bog'lanishdir. Siz o'ylash qobiliyatiga ega bo'lib qolmasdan, uningdan necha ming hassa muhim bo'lgan o'zingizning xiyol tafakkurini o'zingiz kontrol qilish va ularni o'zingiz uchun xizmat qildirish qobiliyatiga ega. Bu ufqum intayin muhim bo'lib, bu ufqumni muvofiq saviyada turib tushuntiradigan kishilar ancha ko'p emas. Sizning miningiz bir dinam yoki generatorga o'xshash bo'lib, u tafakkur deb atalgan bir sirliq energiyani barliqqa keltirdi. Hamda uni ishga soladi. Sizning miningizni ishga soladigan qo'zg'atquchidan mundaq ikkisi bor. Uning biri avtomatik taklif, yana biri bo'lsa taklif. Siz bir tafakkurni barpo qilish uchun işletildiğin materyalni o'zingiz tanlasangiz bo'laveradigan bo'lib, bu avtomatik taklif yoki o'ziga berilgan taklif deb ataladi. Siz o'zingiz bir tafakkurni vujudga keltirish uchun ketadigan materyalni boshqalarning tanlab berishiga topshirsangizmi bo'laveradigan bo'lib, bu taklif deb ataladi. Adamni uyatlandıradigan bir ameliyat shuki, mutlaq ko'p sondagi tafakkurlar boshqalar tarafidan vujudga keltirilgan. E'tirof qilmasak bo'lmaydigan texmo bakrak nomus shuki, ko'pinchalarimiz ashundaq boshqalar tarafidan vujudga keltirilgan tafakkurlarni hech qanday tekshirishdan o'tkazmay yoki ularning to'g'ri xatoligi haqida hech qanday gumonlanmayla aynan qabul qilamiz. Biz kunlik gazetni
Onunda sözlengen narsalarning hammasi haqiqatdakli o'qiymiz. Boshqalarning g'aybatlarga va quruq gapdonligiga xuddi haqiqatga ishongandekli ishonamiz. Tafakkur biz mutlaq holda kontrol qila oladigan birdan-bir narsa turuqliqmi? Biz boshqalarning o'z ko'ngil sariyimizga kirib, taklif berish usuli orqali u yerga o'zlarining chatoqlarini, qiyin ahvollarini, kelishmasliklarini va yolg'on so'zlarini akirib qo'yishiga yo'l qo'yib, xuddi bizning ishikni taqab, ularni kirgizmaslik qobiliyatimiz yo'qdekli bir ish qilamiz. Siz o'zingizning ko'nglida hukmronlik o'rnida turadigan tafakkurni tashkil qiladigan materialni o'zingiz tanlash iqtidoriga ega bo'lib, agar hukmron o'rindagi ashu tafakkur ijobiy tafakkur bo'ladi ekan, o sizni muvaffaqiyatga ilib boradi. Agar o salbiy tafakkur bo'ladi ekan, o sizni mag'lubiyatga ilib boradi. O'z-o'zini boshqarish deganimiz o'zining tafakkurini boshqarish deganlikdan iborat. Bu jumlani ünlük ovozda qayta-qayta o'qing. Chunki bu bir jumla so'z maqolaning mazkur bo'limidagi eng muhim mazmun. O'z-o'zini boshqarish. O'z-o'zini boshqarish. O'zingni o'zing boshqar. O'zimni o'zim boshqaraman degandekchi. Avtomatik taklif prinsipidan foydalanib, qalbingizda o'zingizning intayin aniq asosiy nishoniga mos keladigan ijobiy, aktiv va foydali tafakkurlarni turg'izing. Shunda qilsangiz, sizning ko'nglingiz ashu tafakkurlarni amaliyotga aylantirib, uni sizga bir bitgan mahsulot tariqasida akilib berdi. Mana bu tafakkurni boshqarishdir. Siz ko'nglingizdagi hukmron o'rinda turadigan tafakkurni maqsadli holda tanlab, tashqi takliflarni qat'iy rad qilsangiz, o'z-o'zini kontrol qilish usulidan eng yuqori darajada va eng unumli holda foydalangan bo'lasiz. İnsanlar mana shunday qila oladigan birdan-bir jonliqdir. 5-mazmun qat'iy davomlashtirish. Qadrli qarindoshlar, siz her vaqt esingizda chin saqlashga tegishli yana bir so'z qat'iy davomlashtirishdan iborat. Her bir natija badal talab qiladi. Hech nima bermay, faqatli elish hargizmo mumkin emas. Biror ishni elib berib, shu orqali bir natijani qo'lga keltirish xuddi tabiat bilan eng yuqori darajada va eng oliyjanob shaklda sodalashgan bilan o'xshash. Tabiatni go'llig'ini va oldig'ini bo'lmaydi. Siz faqat tabiatga tegishli badal to'lagandala, o ondan sizga o'zingiz istagan narsani beradi. Bu yerdagi badal to'xtovsiz, egilmas va qat'iy ravishda davomlashtirilgan tirishchanlikdan iborat. Qilayotgan ishni qat'iy davomlashtirishning odatini yetildirishning 4 oddiy qadam bosqichlari bor. Ular sizdan nihoyat ko'p aql va alohida unvon talab qilmaydigan bo'lib, sizdan faqat ozroq vaqt bilan tirishchanliklar talab qiladi. Bu qadam bosqichlar tubandikilardan iborat. Birinchi, bir intayin aniq maqsad bilan uni amalga oshirish to'g'risidagi bir kuyib turgan istakka ega bo'lish. Ikkinchi, to'xtovsiz qo'llanilgan ish harakatlar orqali aks ettirilgan bir intayin aniq plani bor bo'lish. Uchinchi, tuqqanlarning, do'stlarning va tanishlarning salbiy takliflarining va boshqa barliq salbiy va sovuq suv chechish qator xarakterdagi ta'sirlarni butunlay cheklaydigan irodaga ega bo'lish. To'rtinchi, o'z planini ijro qilish jarayonida o'ziga davomli madad berib turadigan bir yoki bir qancha hamkorlashuvchilari yoki yaxshi do'stlari bor bo'lish. Birinchisi intayin aniq maqsad. Ikkinchisi plan
Üçüncüsü selbi ta'sirlarni yiroq turish. To'rtinchisi o'z planni ijro qilish uchun hamkorlashuvchi tim, gruppa. Birincisi maqsad, ikincisi plan, üçüncüsü cheklash salbiy ta'sirlarni, to'rtinchisi o'z planni ijro qiladigan gruppa, hamkorlashuvchi. Bir ishni qat'iy davomlashtira oladigan kishilarda har xil qiyinchiliklarni yengalaydigan birer sirli qobiliyat bor bo'lamdi. Bir ishni qat'iy davomlashtira oladigan kichik sifat sizning qalbingizda ma'lum shakldagi ruhiy, ma'naviy yoki ximiylik harakatni vujudga keltirib, shu orqali sizga ba'zi tabiatdan tashqari kuchlarni ato qilamdi. Napoleon Henry Ford bilan Thomas Edison ustida elib borgan uzun muddatlik analizning ko'rsatishicha, ularning ashundoq kishini hayron qoldiradigan muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishida asosiy rol o'ynagan narsa ularning qilayotgan ishini qat'iy davomlashtirish irodasidir, odatidan iborat. Ularning qilayotgan ishini qat'iy davomlashtirish odatidanla iborat. Agar siz payg'ambarlar, faylasuflar va diniy liderlar ustida adil tadqiqot ilib boradigan bo'lsangiz, ular qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarning asosiy manbalari ularning qilgan ishini qat'iy davomlashtirish, tirishchanlikni bir nuqtaga markazlashtirish va intayin aniq maqsadga ega bo'lish alayliklar ekan degan muqarrar xulosaga kelasiz. Qadrli do'stim. Endi oxirgi so'zni o'qiymiz. Shuning bilan bugungi o'rganishimiz tadbiri yay sin darsimiz tamom bo'ladi. 39-si qadrli qarindoshlar. Ya'ni Abdushukur Muhammad Emin muallim bilan Erkin Sidiq akimizning Yaponiyada birga bo'lgan vaqtlar. 5-mavzusi oxirgi so'z. Men Qur'on va hadislarda bayon qilingan Badri urushi bilan Uhud urushidagi ahvollarga hamda Yaponlar, Germanlar va Yahudilarning ahvoliga asosan bir qavm Allah ato qilgan yordamni qo'lga keltirish uchun qanday qilish kerakligini tushuntirib o'tdim. Rahmatli ustozimiz Abdushukur Muhammad Emin muallimning hayotidagi ba'zi ishlarni tasvirlab, o'z hayotini qadrlaydigan, o'z hayotini ulug'vor ishlar uchun taqdim qiladigan bir odamning qanday yashaydiganligi va o'zining hayotdagi tub maqsadini amalga oshirish uchun qaysi shaklda tirishadiganligini bayon qilib o'tdim. Bu yerdagi ikkinchi mazmunga men Napoleon Hillning tushuntirishidagi o'ziga tortish sirli qonuniyati degan ingliz kitobdagi bir qism bayonlarni qo'shib qo'ydim. O'qirmanlar qiziqadigan yana bir muhim mazmun Abdushukur muallimning Yaponga qilgan ilm ziyoratidan keyingi ta'siriyotlari bo'lib, men bu jihatda o'qirmanlarni hech qanday yangi uchur bilan ta'minlayolmadim. Sababi o uchurlar menda yo'q. Mening farzimcha muallimning 1985-yillari chet ellarga qilgan ziyoratlaridan keyingi ta'siriyotlari va shu vaqtdagi Uyg'ur masalalariga bo'lgan ko'z qarashlari Mingchabi bilan Lululu 1988-yilda tayyorlab e'lon qilgan O'ylanish ichida ilgirlash degan maqolada bayon qilingan. Men bu maqolani tek o'qib bakmagan barliq qarindoshlarga uni bir qatim o'qib beqishini tavsiya qilaman. Qulaylik bo'lsin uchun men u maqolani mazkur maqolaning oxiriga qo'shib qo'ydim. Men bu maqolani imom va doktor Yasir Qozi bu yil 5-oyda Amerikada o'tkazilgan bir xutbada qilgan nutqidagi bir qancha jumla so'zlar bilan oxirlashtiraman. Qilayotgan ishingizni uzildirmay davomlashtiring va chidamliq bo'ling. Shu narsa esingizda bo'lsinki, siz o'zingiz ko'rsatgan tirishchanlikning natijasini shu vaqtning
üzüdüla körenmezsiniz mümkün. Ama Allah siz görsetken tirişçanlıklarını körüp durdu. Bizning dinimizde Allah sizni özünüz kolu keltirgen en ahirki neticeler asasıda bahalamaydı. Belki Allah siz öz hayatınızda görsetken tirişçanlıklar asasıda bahalaydı. Bu cihette Allah başka hiç kandak nersige okşamaydı. Okutkuchunuz sizni imtihanda algan numurga ve kolgu keltirgen başka neticelerge asasen bahalaydı. Ama Allah üçün siz kolgu keltirgen neticelerinin sizning kandak bahalanışınız bilen hiçbir münasebeti yok. O sizni faqatla siz körsetken tirişçanlıklarga asasen bahalaydı. Kadirli kırımdaşlarım. Çünkü Allah subhanahu ve taala özününki Bismillahirrahmanirrahim degan şu kart viziti, yani isim kartoşkusidiki şu sözge okşaş Allah nait Rahman ve qandaq Bismillahirrahmanirrahim hem Rahimdir. Kadirli kırımdaşlar. Şunlaşqa sizninki kılgan işlerinizin en moçsular mukapatlaydı. Netice kadarlı kardeşler bir işte çokum neticeye bağlap durvasak bolmaydı. Şoğa biz belki neticeye erişemezlikimiz belki hakkındaki set görüşüge üştirap kılışımız mümkün. Xod Abdüşkür Muhammed Emin Muallim rahmetlik öz vaqtida etrafıdakilerden qattiq deşnam yegen. Hatta muşa adamninki Abdüşkür Muhammed Emin Muallimninki qadini Uyghur milleti 50 yıldan kin onundan kin tonib yetalaydi degan aşundaq gap sözlerni bo'lgan qadrli qarindoshlar. Men ömür talqinlari degan maqolasini o'qigan. Ondan başqa Uyghur psixologiya tarixi ya Uyghur felsefe tarihi degan bir kitabı var qadrli qarindoshlar. Aş kitabını tepip çokum okunlar. O kitabını okugandan keyin özünüzning Uyghur işkelligidan haqning alır ya qarab qolgan işiniz qat'iy bo'lmaydi. Aş kitabını okugandan keyin siz burunqi o'tgan ajdodlarimizga yuzkilanmayma. Allohga yuzkilanmayma. Aşı ajdodning men avlod ekanman, men qanday yashashim kerak? Men meydamga ko'krikimni kirib bu Xitoy zulm qilsin, bunchalik haddini eshib ketdimi? Inshaalloh aşular bizga qoldirib ketgan aşu eserler, shunamya aşular bizni qoldirib ketgan vatan tuproqlari, yoki nimalar bo'lsin, shon sharaf bo'lsin, hammasini inshaalloh cho'qim asliga keltiramiz. Biz uningdanmi yuqori natijalarga erishimiz degan qattiq kuchlik bir irade sizde payda oldu. Şunlaş qarindoshlarım, kun chiqidi ham patudu. Bu dünya sınaq dünyası. Tabarek suresi, Sure Mülk'nin 2. ayetini açıp o'qib bakinglar. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala deydi. Yani bu insanlarni, cinlarni, bizni Allah'ın yaratışıdaki, Uygurni Allah'ın yaratışıdaki sebep nime kendisiniz? En yaxşı emelni qaysilarning, qaysi Uygurning ya küçü qilishini sınash uchunkin. Vatandakilarimiz sinilmatydi. Bizmi sinilmatymiz sirtikilimi. Bayashab turmushdagi vaqtimizni sinlandik. Kem kuşada vaqtlarimiz sinlandik. Meni mushundaq zulmlar beshimizga kelgan vaqtimi yanala sinilmatymiz. Xitoyning maqsadi yoki boshqalarning maqsadi faqatlan bizni ümidsizlik patqiga patqizib, psixologiyamizni buzib bizningcha en ahirda tiz püktirishdan ibaret. Mümkün emas. İnşallah biz tiz pükmeymiz. Çünkü bizning aqimizda Allah var. Biz çokum Allah'ın qilgan va'dasiga loyiq musulmon bo'lsak, Qur'onni qo'limizga elib, yaxshi o'qiydigan bo'lsak, inshaalloh haq nima desa desin, Abdüşkür muallimni qandaq nima qilgan bo'lsa qilsin, ammo uning qadiga
biz hamını yetimiz. Hakikat ilgilidu sunmaydı. Qadarlı qırınışım. Anda olsa bu Abdüşkür Muhammed İmin muallim bilen boğan Yaponiyadaki vaqtlarının bizge hatırı şekilde yetkizgen Erkin Sıdık akımızga köptün köp rahmet eytimiz ve Erkin Sıdık akımızdan muşundak işlerini kılalışıga yardımda boğan yenge bizge bu köptün köp rahmet eytimiz. Biz sizni unutmaymiz yenge. Anda olsa Allah'ın özge amanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Kaderli kırındaşlar, halısanla paylaşıp kıyasıyla. Esselamu aleyküm.